Assalomu alaykum, qadrli obunachilar va kanalimizning doimiy tomoshabinlari. Bugun siz bilan shunday muhim mavzu haqida gaplashamizki, bu mavzu har biringizga, har bir oilaga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Agar hozir men aytadigan ma'lumotlarga jiddiy e'tibor bermasangiz, shunday katta yo'qotishga duch kelishingiz mumkinki, keyin afsuslanishga ulgurmaysiz. Men bu gapni shunchaki ogohlantirish uchun aytmayapman, balki sizni og'ir vaziyatlardan asrash uchun aytmoqdaman. Gap shundaki, agarda siz 2026 yil 1 mayga qadar ma'lum bir arizani topshirmasangiz, sizni kutib turgan pul to'lovlardan mahrum bo'lishingiz deyarli aniq. Kech qolganlar pulini yo'qotadi. Bu shunchaki bir gap emas, balki rasmiy hujjatlar va jiddiy o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lgan muammo. Shuning uchun, iltimos, diqqat bilan tinglang, har bir so'zimga e'tibor bering. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu video imkon qadar ko'proq odamlarga yetib borishi juda muhim. Zero, birgina harakat bilan siz o'zingizni va yaqinlaringizni katta moddiy yo'qotishlardan asrab qolishingiz mumkin. Boshladik. Muammoning mohiyati avval qanday edi va hozir nima o'zgardi aziz do'stlar? Keling, avvalo vaziyatni tushunib olaylik. Uzoq yillar davomida ijtimoiy to'lovlar, nafaqalar va boshqa moddiy yordamlar tizimi ma'lum bir tartibda ishladi. Ko'plab holatlarda, agar siz biror bir to'lov turini olishga huquq qozongan bo'lsangiz, masalan, nogironlik nafaqasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki bolalikdan nogironlik nafaqasi kabi to'lovlar, ular deyarli avtomatik tarzda belgilanar va to'lanar edi. Siz faqat bir marta ariza topshirardingiz, barcha hujjatlarni taqdim etardingiz va keyinchalik bu to'lovlar tizimda saqlanib qolar edi. Ba'zi hollarda ma'lum muddat o'tgandan so'ng, masalan, har 5 yilda bir marta tibbiy ko'rikdan o'tib, nogironlik holatini qayta tasdiqlash talab etilardi, ammo bu odatiy hol edi. Aksariyat hollarda odamlar o'z to'lovlari uzluksiz ravishda kelib turishiga ishonchi komil bo'lib, buning uchun qo'shimcha hech qanday harakat qilish shart emas deb hisoblardi. Tizim ancha markazlashmagan edi. Ma'lumotlar bazalari bir-biri bilan har doim ham to'liq integratsiyalanmagan edi. Bu esa ba'zan ma'lumotlar eskirishi, hatto ba'zi holatlarda noroziliklarga ham sabab bo'lardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Davlat ijtimoiy himoya tizimini yanada shaffof, adolatli va manzilli qilish maqsadida bir qator islohotlarni amalga oshirmoqda. Bu islohotlarning asosiy maqsadlaridan biri har bir to'lovning o'z egasiga aniq yetib borishini ta'minlash, ortiqcha byurokratik to'siqlarni kamaytirish va eng muhimi, eskirgan ma'lumotlarni yangilash hamda havo pul to'lanishining oldini olishdir. Shu sababli yaqin kelajakda amalga oshiriladigan juda muhim bir chora-tadbir joriy etildi. Ma'lum toifadagi ijtimoiy to'lov oluvchilar uchun majburiy qayta ro'yxatdan o'tish talabi. Bu shunchaki ma'lumotlarni tekshirish emas, balki davlat tomonidan ko'rsatilayotgan yordamni qonuniy asosda davom ettirish uchun yangi shakldagi arizani shaxsan topshirish zaruriyati hisoblanadi. Davlat barcha ijtimoiy to'lovlarni raqamlashtirish va yagona elektron platformaga o'tkazishni rejalashtirgan. Bu platforma orqali nafaqat yangi arizalarni qabul qilish, balki mavjud barcha to'lovchilarning ma'lumotlarini ham yangilash ko'zda tutilgan. Bu jarayonning eng muhim jihati shundaki, eski tizimdan olingan ma'lumotlar avtomatik ravishda yangi tizimga o'tkazilmaydi. Har bir fuqaro o'zining to'lov olish huquqini tasdiqlashi va yangilangan ma'lumotlarni taqdim etishi shart. Buning uchun belgilangan muddat esa aynan 2026 yil 1 may sanasi. Bu sanaga qadar ushbu talabni bajarmaganlar, qaysidir sababga ko'ra kech qolganlar, o'zlariga tegishli bo'lgan har qanday turdagi ijtimoiy to'lovlardan mahrum bo'ladi. Ular shunchaki bekor qilinadi. Bu to'lovlar tizimi to'liq qayta yuklanishi va to'lovlar avtomatik tarzda uzaytirilmasligini anglatadi. Ya'ni avvalgidek o'zi kelaveradi degan tushuncha endi mavjud emas. Harakat qilish kerak. Batafsil tahlil, nimalarni bilishingiz kerak, kim xavotir olishi va kim tashvishlanishi shart emas keling. Bu jarayon kimlarga tegishli ekanligini, kimlar aynan shu muddatga qadar ariza topshirishi zarurligini batafsil ko'rib chiqaylik. Bu masalada chalkashliklarga yo'l qo'ymaslik juda muhim. Kimlar xavotir olishi kerak? Bu birinchi navbatda hozirgi kunda quyidagi turdagi ijtimoiy to'lovlarni oluvchi shaxslarga tegishli. 1. Pensiyaning turli xillari, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, agar bu tizimda qayta ro'yxatdan o'tish talab etilsa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Ayniqsa eski uslubda ko'p yillar avval rasmiylashtirilgan pensiya oluvchilar juda ehtiyot bo'lishlari kerak.
Ular har doim ham yangiliklardan xabardor bo'lmasliklari mumkin. Ikki ijtimoiy nafaqalar, masalan, belgilangan tartibda beriladigan nogironlik nafaqasi, kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasi, moddiy yordam kabi to'lovlar. Garchi bolalar nafaqasi har yili qayta rasmiylashtirilsa-da, ushbu yangi global tizimga o'tish davrida barcha uchun umumiy qayta ro'yxatdan o'tish majburiyati paydo bo'lishi mumkin. Hukumat ma'lumotlariga ko'ra, barcha to'lov turlarini to'liq nazorat qilish va ularni yagona reyestrga kiritish maqsad qilingan. 3 imtiyozli shaxslarga beriladigan kompensatsiya to'lovlari, ba'zi fuqarolar guruhlari, masalan, urush qatnashchilari, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etganlar yoki boshqa shu kabi imtiyozlarga ega shaxslar uchun belgilangan oylik kompensatsiyalar yoki qo'shimcha to'lovlar. 4 oila a'zolariga beriladigan nafaqalar, boquvchisini yo'qotgan oila a'zolariga beriladigan nafaqalar ham xuddi shu qatorda. Bu yerda ham ma'lumotlarni yangilash va huquqni qayta tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Keling, bir nechta real hayotiy misollar bilan vaziyatni tushuntirsam. Birinchi misol, Oysha buvi va uning boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Oysha buvi 78 yoshda. U uzoq yillar avval vafot etgan turmush o'rtog'ining pensiyasidan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Uning pensiyasi har oyda bank kartasiga tushadi va bu jarayon 20 yildan ortiq vaqtdan beri uzluksiz davom etmoqda. Oysha buvi barcha hujjatlarni bir marta topshirgan va o'shandan beri hech qanday muammo bo'lmagan. U televideniye ko'rmaydi, internetdan foydalanmaydi va yangi qonunlardan bexabar. Agarda Oysha buvi yoki uning farzandlari bu yangi talabdan xabardor bo'lmasalar, ya'ni 2026 yil 1 mayga qadar tegishli arizani topshirmasalar, uning pensiyasi avtomatik ravishda to'xtatiladi. Tasavvur qiling, har oy keladigan daromaddan bir zumda mahrum bo'lish qanchalik og'ir bo'lishini. Bu yerda davlatning maqsadi Oysha buvini puldan mahrum qilish emas, balki uning shaxsan o'zi yoki uning vakili orqali yangi tizimda ro'yxatdan o'tib, ma'lumotlarni yangilashini ta'minlashdir. Kimdir vafot etgan bo'lsa-yu, uning nomiga pensiya olinayotgan bo'lsa, bu yangi tizim shunday holatlarning oldini olishga yordam beradi. Ikkinchi misol, Aziz aka va uning nogironlik nafaqasi. Aziz aka 55 yoshda, ikki guruh nogironi. U har 5 yilda bir marta tibbiy ko'rikdan o'tib, nogironlik holatini tasdiqlatib kelgan. Ammo bu safargi o'zgarish nafaqat tibbiy ko'rikdan o'tishni, balki yagona elektron reyestrga o'tkazish uchun yangi arizani topshirishni ham talab qilishi mumkin. Agar Aziz aka men har 5 yilda tasdiqlatyapman-ku, yana nima kerak deb o'ylasa va bu yangi global ro'yxatdan o'tish talabini e'tiborsiz qoldirsa, uning ham nafaqasi to'xtatiladi. Chunki eski tizimdagi ma'lumotlar avtomatik tarzda yangi, markazlashgan tizimga ko'chirilmaydi. U o'z huquqini qayta rasmiylashtirishi kerak bo'ladi. Bu unga faqatgina yangi tizimda uning ma'lumotlari to'g'ri aks etishini ta'minlash uchun qilingan harakatdir. Uchinchi misol, Gulnora va uning bolalar nafaqasi. Gulnora 2 farzandi bor yosh ona. U har yili davlat tomonidan beriladigan bolalar nafaqasini oladi. U har yili hujjatlarni yangilab, mahalla qo'mitasiga topshirib kelgan. U o'zini bu yangiliklarga tegishli emas deb hisoblashi mumkin, chunki u har yili yangilab turibdi-ku. Biroq, agar hukumat barcha turdagi ijtimoiy to'lovlarni to'liq raqamlashtirishga qaror qilsa va bunda hatto har yili yangilanadigan to'lovlar uchun ham yangi yagona platformaga kiritish majburiyatini joriy etsa, Gulnora ham ushbu 2026 yil 1 may sanasiga qadar arizasini topshirishi lozim. Aks holda, uning bolalari uchun beriladigan nafaqa ham to'xtatib qo'yilishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, hatto doimiy tarzda ma'lumotlarni yangilab turganlar ham ehtiyotkor bo'lishlari kerak. Hukumat bu bilan bolalarga ajratilayotgan mablag'larning haqiqatan ham muhtoj oilalarga to'g'ri o'z egasiga yetib borishini ta'minlamoqchi. Kimlar tashvishlanishi shart emas. Umuman olganda, bu yangi tizimga o'tish jarayoni asosan ijtimoiy to'lovlar va pensiyalarni oluvchi shaxslarga tegishli. Agar siz davlat ishida ishlasangiz va maoshingizni muntazam ravishda olsangiz yoki biznes bilan shug'ullanib, daromadingizni o'zingiz ta'minlasangiz va yuqorida sanab o'tilgan hech qanday ijtimoiy to'lovlarni olmasangiz, bu sizga bevosita tegishli emas. Shuningdek, yaqinda, masalan, 2024-2025 yillarda biror turdagi ijtimoiy to'lovga birinchi marta ariza topshirgan va hujjatlarni yangi tizim talablari asosida rasmiylashtirgan bo'lsangiz, sizning ma'lumotlaringiz yangi bazada allaqachon mavjud bo'lishi ehtimoli yuqori.
Ammo eng xavfsiz yo'l baribir o'zingizning holatingizni aniqlashtirish va agar shubhali bo'lsangiz, tegishli idoraga murojaat qilishdir. Hech qanday vaziyatda menga tegishli emasdir deb beparvo bo'lmang. Chunki qoida bo'yicha bu yangi talab barcha eski to'lovchilar uchun amal qilishi mumkin. Istisnolar, to'siqlar va nozik jihatlar har qanday tizimda bo'lgani kabi, bu yangi jarayonda ham istisnolar, kutilmagan to'siqlar va e'tibor berish lozim bo'lgan nozik jihatlar mavjud. Ular haqida bilish muammolarning oldini olishda yordam beradi. 1. Jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslar va keksa yoshdagilar. Ba'zi fuqarolar sog'ligi sababli mustaqil ravishda ariza topshira olmaydilar. Ular yotoqda yotgan bo'lishi yoki biror joyga borishga qiynalishi mumkin. Bunday holatlarda nima qilish kerak? Qonunchilikda ularning nomidan qonuniy vakillar, qarindoshlar, vasiylar ariza topshirishi mumkinligi ko'zda tutilgan. Bu vakillar ishonchnoma asosida yoki vasiylikni tasdiqlovchi hujjatlar bilan murojaat qilishlari kerak. Bundan tashqari, ayrim hollarda, ayniqsa juda og'ir bemorlar uchun mahalla faollari yoki pensiya jamg'armasi xodimlari uyga tashrif buyurib, arizani joyida qabul qilishlari mumkin. Ammo bu tartibni oldindan aniqlashtirish va unga ariza berish kerak. Shunchaki kutib o'tirish mumkin emas. 2. Chet elda bo'lgan fuqarolar. Ba'zi fuqarolar uzoq muddatga chet elga ketgan bo'lishi mumkin. Ish yuzasidan, davolanish uchun yoki qarindoshlarini ziyorat qilish maqsadida. Ular bu yangilikdan bexabar qolishlari yoki ariza topshirish imkoniyatiga ega bo'lmasliklari mumkin. Bunday holatlarda O'zbekistonning chet eldagi elchixonalari yoki konsulliklariga murojaat qilish mumkin. Ular orqali ariza topshirish tartibi va hujjatlarni tasdiqlash mexanizmi mavjud bo'lishi mumkin. Ba'zi turdagi arizalarni esa elektron tarzda, ya'ni internet orqali, masalan, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali mi.gov.uz orqali yuborish imkoniyati yaratilishi kutilmoqda. Lekin bu imkoniyat hozirda barcha to'lov turlari uchun mavjudmi yoki yo'qmi, buni oldindan aniqlashtirish kerak. Chet eldagi yaqinlaringizga bu muhim ma'lumotni yetkazish sizning zimmingizdagi eng asosiy vazifalardan biri bo'lishi lozim. 3. Hujjatlar bilan bog'liq muammolar. Ba'zi fuqarolarning pasporti eskirgan bo'lishi, tugilganlik haqidagi guvohnomasi yo'qolgan bo'lishi, nikoh guvohnomasi asl nusxasi topilmasligi yoki boshqa muhim hujjatlarda ma'lumotlar noto'g'ri bo'lishi mumkin. Bu holatlarda avvalo hujjatlarni tartibga solish, ularni qayta tiklash yoki tog'irlash kerak bo'ladi. Bu esa qo'shimcha vaqt va harakat talab qiladi. Shuning uchun ariza topshirishni so'nggi daqiqalarga qoldirmaslik kerak. Hujjatlarni tiklash jarayoni bir necha hafta yoki hatto bir necha oy davom etishi mumkinligini inobatga oling. 4. Texnik qiyinchiliklar. Agarda ariza onlayn tarzda topshirilishi kerak bo'lsa, ba'zi keksalar yoki texnologiyadan uzoq fuqarolar uchun bu qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Kompyuterda ishlashni bilmaslik, internetga ulanish imkoniyati yo'qligi yoki elektron imzo olishdagi muammolar. Bunday holatlarda yordam berish markazlariga, masalan, davlat xizmatlari markazlariga DXM murojaat qilish mumkin. Ular joyida bepul yordam ko'rsatishlari, arizani to'ldirishga ko'maklashishlari kerak. Mahallalardagi mutaxassislar ham bu borada yo'l-yo'riq ko'rsatishlari mumkin. 5. Ma'lumotlarning noto'g'ri kiritilishi. Arizani to'ldirishda e'tiborsizlik yoki xatoliklar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, ism, familiya, tugilgan sana yoki manzil noto'g'ri yozilishi. Hatto birgina harfdagi xato ham arizaning rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun arizani to'ldirganda o'ta ehtiyotkor bo'lish, har bir katakni 2 marta tekshirish, shoshilmaslik kerak. Agar shubhali bo'lsangiz, mutaxassislardan yordam so'rang. Bu istisnolar va nozik jihatlarni bilish, muddat kelishidan oldin oz vaqtida chora ko'rishga yordam beradi. Muddatning oxirgi kunlarida shoshilinch tartibda murojaat qilganlarning ishlari ko'payib ketishi sababli kechikishlar yuzaga kelishi, ba'zi texnik muammolar yoki navbatlar tufayli muddati o'tib ketishi ehtimoli juda yuqori. Shuning uchun imkon qadar tezroq harakat qilish lozim. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilishi kerak xo'sh? Aziz do'stlar, yuqoridagi barcha ma'lumotlarni inobatga olgan holda, endi konkret nima qilish kerakligi haqida gaplashaylik. Qadam-ba-qadam ko'rsatmalar sizga to'g'ri yo'l ko'rsatadi va kerakli harakatlarni amalga oshirishda yordam beradi. Birinchi qadam, o'zingizning holatingizni aniqlang. Avvalo, siz qanday turdagi ijtimoiy to'lov yoki pensiya olayotganingizni aniqlang. Yuqorida sanab o'tilgan to'lov turlaridan birortasini olsangiz, demak sizga bu yangilik tegishli.
Agar shubha tugilsa, eng yaxshi yo'l pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishdir. Ular sizga aniq ma'lumot berishadi. Bu masalaga e'tiborsizlik qilmang, shunchaki qo'ng'iroq qilib yoki borib so'rang. Ikkinchi qadam, kerakli hujjatlarni to'plang. Arizani topshirish uchun sizdan ma'lum hujjatlar talab qilinadi. Ularning standart ro'yxati quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin. Pasport yoki it karti asl nusxasi va nusxasi. Pasportingizning amal qilish muddati tugamaganligiga ishonch hosil qiling. Tugilganlik haqidagi guvohnoma, agar pensiya yoki nafaqa bolalarga tegishli bo'lsa. Nikoh yoki nikoh bekor qilinganligi haqidagi guvohnoma, agar oilaviy holatga bog'liq to'lovlar bo'lsa. Boquvchisini yo'qotganlik holatini tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, olim haqidagi guvohnoma. Nogironlikni tasdiqlovchi tibbiy-ijtimoiy ekspertiza, tibbiy ma'lumotnomasi. Doimiy yashash joyi bo'yicha ma'lumotnoma, propiska. Bank hisob raqami rekvizitlari, pul to'lovlari o'tkaziladigan kartaning raqami va bank rekvizitlari. Ba'zi hollarda daromadlar haqidagi ma'lumotnoma kam ta'minlanganlikni tasdiqlash uchun. Boshqa maxsus hujjatlar, masalan, urush faxriylari guvohnomasi yoki boshqa imtiyozlarni tasdiqlovchi hujjatlar. Bu hujjatlarning barchasini hozirdanoq jamlashni boshlang. Ularning asl nusxalarini ham tayyorlab qo'ying. Ba'zi idoralar asli bilan solishtirib, nusxasini olib qolishi mumkin. Uchinchi qadam, arizani qayerda topshirish kerak? Arizani topshirish uchun bir nechta yo'nalish mavjud bo'lishi mumkin. Davlat xizmatlari markazlari DXM eng universal va qulay variant. Ular barcha kerakli xizmatlarni yagona darcha tamoyili asosida taqdim etadi. Hududingizdagi DXMga murojaat qiling. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari. Agar siz pensiya oluvchi bo'lsangiz, bevosita pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlari, mahalla qo'mitalari. Agar siz bolalar nafaqasi, moddiy yordam yoki kam ta'minlanganlik bo'yicha to'lovlar oluvchi bo'lsangiz, mahallangizdagi mas'ul shaxsga yoki mahalla qo'mitasiga murojaat qiling. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali Mi.gov.uz. Agar sizda elektron imzo mavjud bo'lsa va internetdan foydalanish ko'nikmalaringiz bo'lsa, onlayn ariza topshirish eng tezkor usul bo'lishi mumkin. Lekin barcha turdagi to'lovlar uchun onlayn xizmat mavjudligini avval tekshirib oling. Eng muhimi, o'zingizga qaysi variant qulay bo'lsa, o'shandan foydalaning, lekin ishonchli va rasmiy idoralar orqali harakat qiling. To'rtinchi qadam, arizani to'ldirish va topshirish. Arizani juda diqqat bilan shoshilmasdan to'ldiring. Barcha ma'lumotlarni pasportingiz yoki boshqa rasmiy hujjatlaringizdagi ma'lumotlar bilan solishtiring. Biror harfda ham xatolikka yo'l qo'ymang. Agar biron joyi tushunarsiz bo'lsa, so'rashdan uyalmang. DXM xodimlari sizga bu borada yordam berishi shart. Arizani topshirganingizdan so'ng, uning qabul qilinganligi haqida tasdiqlovchi hujjat yoki kvitansiya olishga harakat qiling. Bu sizning arizangiz o'z vaqtida qabul qilinganligini tasdiqlovchi yagona dalil bo'ladi. Agar topshirish onlayn tarzda amalga oshirilgan bo'lsa, arizangizga berilgan noyob raqamni saqlab qo'ying. U orqali arizangiz holatini kuzatishingiz mumkin. Beshinchi qadam, jarayonni kuzatish. Arizangizni topshirganingizdan so'ng, uning ko'rib chiqilishi holatini kuzatib boring. Agar ma'lum bir muddat ichida hech qanday javob kelmasa, tegishli idoraga qayta murojaat qilib, arizangizning ahvolini so'rang. Ba'zan qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin yoki ma'lumotlarni aniqlashtirish zarurati tugilishi mumkin. Siz har doim bu jarayonni nazorat qilib borishingiz kerak. Ushbu amaliy maslahatlarga amal qilib, siz 2026 yil 1 maygacha bo'lgan muddatni bemalol uddalaysiz va hech qanday moliyaviy yo'qotishlarga duch kelmaysiz. Eng muhimi, bugundan boshlab harakatni boshlash. Xulosa va yakuniy ogohlantirish aziz do'stlar. Bugungi videoda siz bilan juda dolzarb va muhim mavzu 2026 yil 1 mayga qadar majburiy qayta ro'yxatdan o'tish zaruriyati haqida batafsil gaplashdik. Tushundingizki, bu shunchaki qog'ozbozlik emas, balki davlatning ijtimoiy himoya tizimini to'liq raqamlashtirish va shaffof qilish yo'lidagi jiddiy qadam. Kechikkanlar, bexabarlar yoki e'tiborsiz qoldirganlar o'zlariga tegishli bo'lgan pul to'lovlardan mahrum bo'lishadi. Bu qonuniy asosda amalga oshiriladigan chora.
Shuning uchun yana bir bor takrorlayman. Agar siz yoki sizning yaqinlaringiz, ota-onangiz, bobolaringiz, nogironligi bor qarindoshlaringiz hozirda biron bir ijtimoiy to'lov yoki pensiya olayotgan bo'lsalar, darhol ular bilan bog'laning. Ularga bu muhim ma'lumotni yetkazing. Vaziyatni aniqlashtirishga, hujjatlarni jamlashga va tegishli arizani 2026 yil 1 mayga qadar topshirishga yordam bering. Muddat yaqinlashgan sari navbatlar ko'payadi, hujjatlarni tiklash esa vaqt talab qiladi. Shuning uchun ertaga qoldirmang, hozirdan harakatni boshlang. Bu video siz uchun foydali bo'ldi deb umid qilaman. Agar savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men ularga javob berishga harakat qilaman. Videoni do'stlaringiz va oila a'zolaringiz bilan bo'lishing, chunki bu ma'lumot kimningdir pulini saqlab qolishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha